ichiga valyer qilib, ular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Raspakovkani Kitayskiy lyubovi. Voy aka, bu narsani ko'ring. Battar yaxshi ko'rib olasiz. Taqdirini qilib beraymi? Aka, avval buni qanaqa qushligini bitta tushuntiray. Kitayskiy raspисной bedan hisoblanar ekan. Rangi haqiqatan ham noyob bo'lar ekan. Endi lyuboy parandaga qiziqadigan odam ham ko'rgan parandasini, yaxshi ko'rib qo'ygan parandasini sotib olgisi keladi-yu. Kecha Marg'ilonlik Zoomir Marg'ilon profili yurgizadigan akamizdan sotib oldik. Valyerimizni ichiga valyer qilib, bular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Va boshini yorib qo'ydi-yu. Topib kelishimizga bitta jabr bo'ldi-yu. Qarang, boshini ochib tashlaganni. Voy tova. Rangi boyaga lavanda o'rdaklarimiz bo'lardi-yu. Mana shundan ekanda. Bular tuxum qo'yyapti, belini achib tashlabdi. Mana seri. Qarang, ajoyibligini. Mana bu hozirga osilib qolgan yangi rivojimiz boshqa ochilib ketdi, kelinib qoldi. Ajoyib. Endi bularda nima qilamiz? Lekin endi aylanasiga bitta ablisovka urmoqchiman. Sariq oq ablisovka bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Valyer bo'ladi. Tepasini bir ajoyib qilib yopib, bular mana shu yerda neobitaymi o'stirib bo'ladi bularga. Ichiga tuxum qo'yadigan narsasini joylaymiz. Ullas nima qilsak qilamiz. Yana bir ajoyib ideya kelib qoldi. Endi nasib bo'lsa bu albatta mana bu kulkalarimizni 5-10 kundan keyin olib kelganimizdan qilamiz. Endi bir xursandchilik bilan bo'lishay dedim-da. Yani var ya, böyle ateşe. O lampalardan. Yaxshi ideya yoktu. Kechasi uxlamasdan o'ylab chiqdim. Har hafta qarshi 10 qop apelka olib keldik, 5 sm apelka tashlaydigan bo'ldik. Albatta, kulminatsion joyimiz. Bitta baho qo'yib qo'ying aka. Aka, asosiyani bitta ko'ring. Haqiqatan ham juda chiroyli bo'ldi deb o'ylayman. O'zimga ham yoqdi. Indyuk o'lmasligi uchun qo'limdan kelgan hamma sabablarni qildik, xudo xolasa. Kurkalarimiz kelib prosta jit qilib bersa bo'ldi endi. Suv idishi, yem idishi mana tagiga 5 sm dan ko'payib ketdi apelkasi. Bu tomonga suv sistemali gofri sovutadigan birinchi gipsokartonimizga ventilyator tortib beradi. Buni havoni bu yoqdan sovuq havo kelib, bu yoqdan chiqib ketadi. Ikki tepadan oddiy havo tortadigan, havoni aylantirib turadigan ventilyatsiya qilamiz. Xudo xolasa tamom. Assalomu alaykum. Yakunlab oldik. Allohning izni bilan, start podishkalaringiz bilan. Xudo xolasa kurkalarimiz kelib, prosta jit qilib bersa bo'ldi bizga 5-6 oy. Nasib. Men zippa chorloqqa borib kelib bir dam olib kelmasam bo'lmaydi. Nasib albatta. Joy chiroyli bo'ldi. Men o'zimga ham yoqdi, sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta bahona berib ketasizlar. Salomat bo'linglar. Chorloqqa let's go. Hidini qara deb mana shu yomg'irdan keyingi hidni aytib o'tchakirida boyagi akamiz. Uchastkani qishloqda sharoiti shunisi zo'rda qarang. Noklarimiz pishdi. Olmalarimiz pishib, уже ikkinchi marta pishyapti. Yomg'ir ham dahshat bo'lib qo'yib berdi. Yaxna zo'r ketdi, xudo xolasa. Agar o'tizdagi mevani daraxtdan uzasiz-ku, yuvib o'tirmaysiz, shaxsan men yuvmayman. Shunday usti boshga artdin ketdi. Hovli uyda shunisi zo'rda. Liboy pishgan mevani olasiz, yedingiz ketdi. Miau. Eng qizig'i eshikni qo'yapman-u, mana ularni olib chiqish esimdan chiqib qoldi-da. Turkiya biznesga, xudo xolasa, tayyorgarlik haqiqatan ham chiroyli ketdi. Men o'yladimki, mana yerda ham joyimiz bor-da. Buni xudo nasib qilib boshlab olsak esalomon. Manaqachi brollerda ham tashlab ko'rmoqchiman. Uy sharoitida xuddi shunaqa boks qilmoqchiman. Avvalo nasib harakat qilaveramiz, sabablarni qilaveramiz. Alloh o'zim bersa, yaqin qilib ko'ramiz-da. Oxirgi qadamlar qoldi. Haqiqatan ham o'zimga ham yoqib ketyapti. Oxirda qanday qilishni bilmadim-da. Boyagi polietilен trubani shunday yarmidan bo'lib osma